Qiz bolada miyoma bo'lishi mumkin emas. Turmushga chiqmagan, tug'magan ayollarda miyoma bo'lmaydi. Shoshilmang. Hammada miyoma bo'lishi mumkin. Hattoki sizda ham. Miyoma hosil bo'lishi uchun ayol organizmidagi ikkita eng muhim gormon estrogen va progesteronlarning muvozanatining buzilishi yoki keskin ko'payib ketishi yoki keskin tushib ketishi sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bu gormonlarning o'zgarishiga sabab esa stress holatlarining ko'pligi, uyqusizlik, semizlilik, kam harakatlilik va eng muhimi bo'lgan qalqonsimon bezning buzilishi va jigar detoks funksiyalarining buzilishi ham miyomaga sabab bo'lishi mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki, miyoma qiz bolalarda ham uchrashi mumkin. Miyoma diagnozi qo'yilganda nima qilish kerak? Albatta, birinchi navbatda to'g'ri turmush tarziga rioya qilish, sog'lom ovqatlanish va kerakli bo'lgan vaqtda to'g'ri tekshiruvlardan o'tib, davolash muhim ahamiyatga ega. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, miyomasi bor tanishlaringizga yuborib qo'ying.